Yaxshi lokatsiyadan sifatli qurib bitkazilgan hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun zo'r takliflarimiz chiqyapti. Yunusobod tumani Sampiyda 1,5 sotuvdan 3 ta hovlimiz qurib bitkazilgan. Ulardan bittasi sotilgan, ikkitasi sotuvda. Yaxshi lokatsiyadan kompaktli hovli kerak, lekin narxi ham yaxshi bo'lsin degan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklif bu. Narxi zo'r narxda sotilyapti. Jiloy maydoni 230 kvadrat metr. Darvozadan kirishimiz bilan bitta mashinaga joy qoldirilgan, kichkina zilonniy zona. Havo aylanishi uchun hamma xonada romlar qoldirib ketilgan. So'killari plus mana eshikning oblitsovkalarini qaranglar, полностью naturalniy toshdan qilingan. Kirishimiz bilan uyimizga chap qo'limizda garderob. Birinchi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni, ichida o'zini sanuzeli bilan. Sanuzel qoldirilgan. Yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa ma'qul bo'ladi. Kattagina hol. Oilaviy maza qilib o'tirasizlar, lyustralangan. Birinchi qavatga tegishli umumiy hojatxona. Birinchi qavatimizda zal yo'q, kattagina hol qilib yuborilgan, lekin ikkinchi qavatda bemalol 24 talik stol qo'yib mehmon kutsangiz bo'ladigan zali bor. Bu yerda razrijnoy eshiklar qo'yilgan oshxona, o'zining mebel texnikasi bilan, hovliga qaragan oynalar. Kompaktni, domdan yaxshiroq, lokatsiyasi juda ham yaxshi, narxi ham zo'r. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxini aytib o'taman. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Uyimizning ikkinchi qavatiga chiqishimiz bilan shunaqa atmosfera kutib oladi. Patologlarga отдельно baho berasizlar, dit bilan remont qilingan. Kichkina hol qoldirilgan. Birinchi xonamiz zal. Razmeri kattagina. Bemalol 24 talik stol suv qo'yib, shu yerda mehmonlar kutsanglar bo'ladi. Keyingi xonani ko'rsatib o'tamiz. O'rtada umumiy sanuzel. Bitta spalni va yana bitta spalnimiz bor. Bu spalnimiz ota-onalar uchun mo'ljallangan. Ichida o'zini sanuzellari bilan qo'shimchasiga podvalda ham bitta xonamiz bor. Podval qismimizni ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podvalga tushganimizda patolog devorlari bitkazilgan, faqat pol ishlari qolgan. Inshaalloh bu полностью bitkazib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, obloshkani, YouTube obloshkamizning ustiga katta qilib narxini yozib qo'yaman. Plus описаниеda ham yozib ketaman. Videoda aytmasligimning sababi narxi uyga sotilmasa turgan sari tushadi. Shuni hisobiga yana yangi video qilmaslik uchun narxini faqat obloshkalarda yozib qoldiramiz.